Mana hozirgi zakazimizni ham olib keldik. 13500 ga olib keldik. Qatortolga keldik xullas. Mana. Binoni taniyotganlar bo'lsa kommentariyada yozaverasizlar. Endi biz sekin nima topishimiz kerak? Двухсторонний skoch topishimiz kerak. O'sha двухстороннийni 13500 bo'ladi, menga 20000 berib tushib ketdi. Rahmat. Двухсторонний topib, endi uni yopishtirib qo'yish kerak. Men bitta telefon turish noqulay bo'lyapti menga. Hozir magazinga kirib, ichimlik suv oldim, oddiy suv, qaranglar, chiroyliligini. Hydrolife yangicha variantini chiqaribdi. Ramazon muborak deb. Xullas, telefonni ham joylashtirib oldik. Endi xudo xolisa qulay qilib o'zimizga ishga boshlaymiz. Boyaga olib kelgan, Chorsuvga olib kelgan zakazimizni 20000 dan yopdik. Endi Chorsuvdan yana bitta zakaz tushdi. Bu zakazimizni olamiz, 6 kilometr 14 minutda boramiz xudo xolisa. Hozirgi zakazimizni 16000 ga olib keldik. Endi keyingi zakazga ketdik. 580 metrdan keyin keyingi zakazimizga boramiz. Ana 11500 bo'ldi. Endi keyingi zakazga ketamiz. Desak, keyingi zakazimizga ketdik. Hozir yana bitta zakaz tushdi. 400 metrdan. İşte svetofordan. Shunday chapga qayrilamiz. Qayrilishimiz bilan to'xtaymiz. Mana bu joydan tushibdi zakaz. Hozir ko'ramiz, odam chiqsa bo'ldi. Xo'sh, mana keyingi zakazimizni ham yopdik. 27500 bo'ldi. Hozir bundan keyin yana bitta zakaz tushgan. 1,5 kilometrdan universitetga borar ekanmiz. Qani ketdik unda.